Assalomu alaykum barchaga. Chorva olami obunachilari hamda bo'g'oz ishqibozlari. Xo'p, hammalaringga 2025-yilni oxirgi kunlarida turibmiz, aka-ukalar. Ya'ni 2025-yil 31-dekabr yangi yil kechasiga o'tar kechada turibmiz. Aka-ukalar, sizlar uchun sinalgan navbatdagi zo'r bo'g'oz Pirvoznoy Rossiyadan kelgan molimizni sizlar uchun sotuvga qo'yapmiz. Aka-ukalar, bugungi manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan bo'ladi. Bir dehqon akamizni xonadonlarida vodiy bo'ylab dastavkasi bepul ko'rishlaring mumkin molimizni. Aka-ukalar, dehqon akamizni xonadonlaridamiz. O'zlarini boqib yurgan mollarni sizlar uchun sotuvga chiqaryapmiz. Pirvoznoy Rossiyadan kelgan aka-ukalar. Quloqdan mana berka baldoqlarigacha turibdi. Ko'rishlaring mumkin. Seriya raqamlarigacha, skanerlarigacha turibdi. Xo'p, aka-ukalar, demak molimizni ma'lumotini berishlikni boshlaymiz. Bo'ylari 1.30 dan yuqori taxminan aytib ketyapman. Metrimiz yo'qligi tufayli hozir. Lekin 1.30 dan tepaga o'xshab turibdi aka-ukalar. 1.30 ga ham osalangan bo'laveradi. Kurakchish 4 dona ekan. Kurakchishini ko'rdik. Akamizni o'zlari ko'rinmay qo'ya qolay dedilar. O'shanga sizlar uchun olyapman. O'zim ma'lumotini beraman. Mana tutaylari mana. To'talasi 4 joyda. Pirvoznoy Rossiyadan kelgan. Bundan 2 oy oldin kelgan ekan. Aka-ukalar, bo'g'ozligi 6 oydan o'tgan. 6 oylikka beraveraman deyaptilar. Xohlagan doktorlarga ham tekshirib olaverar ekanlar. Bo'ylari 1.30 dan yuqori. 1.30 ga ham masalan bo'laveradi. Hop. Buni narxiga keladigan bo'lsak, aka-ukalar, 35 million kami bor dedilar dehqon akamiz. Biz yaqin qilib ayting obunachilarimizga dedik. Hop, 33 million yana kami bor ozgina dedilar. 33 million kami bor ekan. 6 oylik bo'g'oz. Sifatini qaranglar buni. Pirvoznoy Rossiyadan kelgan. Kurakchish 4 dona. Bitta tuqqan ekan. Ikkinchi qoringa ekan bu. Aka-ukalar, bitta aybi mana bu shoqi ozgina saratonga rekim oldi bu. Mana shu bitta shoqi ozgina singan ekan. Aybi shu. Rossiyadan kelayotganda singan dedilar. Bag'am bitta katta fermadan olib chiqqan ekanlar. Akamiz ham 33 million kami xayri bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. 24/7 telefonlari yoniq ekan akamizda. Bemalol telefon qilaverar ekansizlar. Kechib qoldi demasdan, hijolat qilmasdan telefon qilaverar ekansizlar. Kelishtirib beraman deyaptilar. Telefon nomerlari 99 635 98 98 nomeriga aloqaga chiqaverasizlar. Ekranga nomerni ham qoldiramiz. Ekranni pastiga bir sizlar uchun eshitib ham qo'yinglar. Aka-ukalar, hammalaring yangi yillarni yaxshi o'tkazib olinglar. O'ylamagan 2025-yilda yetisha olmagan orzu niyatlaring bo'lsa, 2026-yilda niyatlaringga yetinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.